Qadrimni bir pulga sotgan odamlar, mehrimni chetlarga otgan odamlar. Bugun hamma muallif qo'shiqlari yangi qo'shiqlari azartni. Yuragim qoldi mani, bu qalbim urdi mani janona. Sochog'imga chiqqandan ozgina ko'zimga yosh kelib ketdi, ozgina ovozda ketgan joylar bor, lekin shunisi bir san'atkorni ya'ni jonli ijroda bunaqa darajada birinchi marta konsert berishini o'zi bir ajoyib holat. Sensiz men hech kimman, ey onatim. Esimga solsin mening kimligim. Sensiz men hech kimman, ey onatim. Kamchilik o'zimda juda ko'p bo'ldi. Ya'ni ashulalar aytayotgan joylarimda ko'p o'zim xato qildim. Bu xatolarni ikkinchi kunga xudo xolasa bilib oldim, qanaqa xato qilmasligimni to'g'rilayman. Ikkinchi kamchiligim, men juda ham kam gapiraman. To'g'risi, odamlar bilan unchalik ko'p muloqot qila olmadim. Endi sekin-sekin o'rganib, xudo xolasa video tushib ketaman. Yuragim qoldi mani, bu qalbim